Assalomu alaykum. Termiz shahridagi Yandex haydovchilar. Biz Puldor Taksopark xabarlaringiz bor. Yandex ochilgandan beri Termiz shahrida ish faoliyatimizni olib boryapmiz. O'zim Surxondaryodan bo'lib turib, ayrim ishlarim bilan Toshkentdagi proyektlar, boshqa viloyatdagi proyektlar bilan bu yerga kela olmagan edim, vaqt ajrata olmagan edim. Qarasam ancha ishlar pasaygan ekan bu yerda. 3000 tadan ko'p haydovchi bo'lganmiz bu yerda. Ayrim qo'shni tirnoq-ichidagi taksoparklar bizni haydovchilarga telefon qilib, foizlarimiz past deb o'zini parkiga chaqirib qo'ygan ekan ko'pchilikda. Ana endi biz ertadan boshlab 22-oktyabrdan boshlab 1-dekabrgacha o'z foizlarimizni 0% qilamiz. Bunaqasi bo'lmagan hali hech qayerda. Taksopark to'liq halol 0% da ishlaydi. Pul yechishlar 0% bo'ladi. Hamma narsa siz uchun 0% bo'ladi. Keldik mana yengil rekonstruksiya qilib, ofislarni sal o'zgartirib, tashqariga ham ertaga reklamalarimiz keladi, reklamalarimizni ilamiz tashqariga ham. To'liq sizlar uchun 1-chislogagacha, 1-dekabrgacha 0% da ishlaymiz. Undan keyin 1-dekabrdan keyin bizning parkimiz 2% bo'ladi. Bu 2% ni ham sizlar bilan birgalikda har bitta ulangan aktivniy vaziyatlar bilan maslahatlashib, gruppada bitta jamoa bo'lib, hammasini qaytarib o'zlaringizga qo'shimcha ehsonlarga hammasini tarqatamiz. Bundan keyin hammalaringiz aktiv bo'lingizlar, Puldor Taksoparkka ulaningizlar. Har bitta kishi xabardor bo'lmasa 2 oyda 0% dan qancha daromad qilasizlar? Do'stlaringizga yuboring, do'stlaringizni ogohlantiring, kelib bemalol 5% hamma daromadni cho'ntagingizga olib ishlasangiz bo'ladi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.